oliygohimizning maktabgacha ta'lim yo'nalishida 1,5 mingdan ortiq talaba tahsil olayotgan bo'lsa, shulardan mana 3 yildirki talabalarimiz respublika fan olimpiadalarida birinchilikni qo'ldan boy bermay kelishmoqda. Ikkita Navoiy stipendiya sohibi, xalqaro tanlov g'oliblari, umuman barcha respublika va xalqaro konferensiyalarda ishtirok etayotgan talabalarimiz yo'nalishimizning faxri hisoblanadi. Men Abdurahmonova Kamola, Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti, Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-kurs magistrantiman. 2019-2020 yillarda Yil talabasi ko'rik tanlovining ilg'or innovator talaba yo'nalishi bo'yicha faxrli birinchi o'rinda olganman. Ilmiy rahbarim Davlat va Ra'no Haydarovnaning ko'rsatgan yo'l yo'riqlari va jonkuyarliklari natijasida 2020-2021 yillar oralig'ida bakalavrlar uchun ta'sis etilgan Navoiy nomidagi davlat stipendiyasi sohibasi bo'ldim va shu imtiyoz orqali magistraturaga davlat granti asosida qabul qilindim. Talabalarimiz o'qish bilan birgalikda 4+2 dasturi asosida faol pedagogik amaliyot ham o'tab kelishmoqda. Navoiy shahridagi 10 dan ortiq Samarqand, Buxoro viloyatlaridagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari bilan hamkorlik shartnomalari tuzilgan. Bundan tashqari, maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalari uchun ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida kichik mutolaa xonasi, shuningdek mental arifmetika, mohir qo'llar, yosh tarbiyachi kabi to'garaklar faoliyat yuritmoqda. Kafedrada 20 ta o'qituvchi faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, ilmiy salohiyat 35% ni tashkil etadi. O'qituvchilarimiz so'nggi yillarda 20 dan ortiq darslik o'quv qo'llanmalari, 10 ga yaqin elektron qo'llanmalarga mualliflik guvohnomalari olishdi.